Assalomu alaykum hammaga. Bugun 41-testni yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. A tenglik 2, 3, 4, 5 va 101 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi, B esa 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisiga teng bo'ladigan bo'lsa, biz A dan B ni ayirishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, 2 dan 1 ni ayirsak 1, 3 dan 2 ni ayirsak 1, 4 dan 3 ni ayirsak 1, 5 dan 4 ni ayirsak 1 va hokazo 101 dan 100 ni ayirsak ham 1 bo'ladi. Demak, bu yerda 100 ta son bo'lgani uchun har bir ayirganimizda 1 chiqayotgani uchun 100 ni 1 ga ko'paytiramiz, 100 bo'ladi. Demak, ayirmaning javobi 100. To'g'ri javob A. Ikkinchi savol javobi quyidagicha. Biz mana bu qonuniyat asosida so'rovnodagi raqamni topishimiz kerak. Bu yerda qonuniyat quyidagicha. 3 kere 12 36, 9 ga 27 ham 36 bo'ladi. 5 kere 7 35, 19 ga 16 ni qo'ysak ham 35. 4 kere 12 48, 31 ga 17 ni qo'ysak ham 48. 38 ga 18 ni qo'shadigan bo'lsak 56, 7 kere 8 ham 56 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob D. Uchinchi savol. Mashina 20 minutda 30 km yuradigan bo'lsa, uni tezligini 35 metr sekundga oshirishimiz kerak. Demak, dastlab uni tezligini topamiz. 20 minutda 30 km degani bu 20 minutda 30 ming metr bo'ladi. Endi 1 minutdagisini topishimiz uchun 30 mingni 20 ga bo'lamiz, 1500 metr. Bizdan tezligini metr taqsim sekundda so'ragani uchun biz 1 minutdagi emas, 1 sekunddagi tezligini topishimiz kerak. Buning uchun 1500 ni 60 ga bo'lamiz, 25 metr sekund. Endi uni tezligini 35 metr sekundga chiqarish uchun uni 10 metr sekundga oshirish kerak. Demak, to'g'ri javob C. To'rtinchi savol. Agar B tenglik 3 taqsim 4 ko'paytirilgan A + 7 ifoda bo'ladigan bo'lsa va B 21 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A + B ni qiymatini topishimiz kerak. Dastlab B ni o'rniga 21 ni qo'yib, bu yerdan A ni topishimiz kerak. Buning uchun 21 bilan 3 ni qisqartiramiz 7. Taqsim 4 ni bu chap tarafga ko'paytirishga o'tkazadigan bo'lsak, A + 7 teng 28 ga. A esa 21 ga teng. Endi A + B ikkalasi ham 21 bo'lgani uchun yig'indisi 42 bo'ladi. To'g'ri javob C. 5-savol. 12 va 38 orasida 4 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan sonlar nechta deyapti. Demak, bu yerda dastlab eng kichikasini topib olamiz. 4 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan mana shu oraliqdagi eng kichik son bu 14. Keyingilarni topish uchun yana 4 ni qo'shib ketaveramiz. 18, 22, 26, 30, 34. Jami bu yerda 6 ta son bo'lyapti. Demak, to'g'ri javob B. 6-savol. 13:20 da qo'ng'iroqni chaladigan qilib boshlayapti-da, 1 soat 10 minut uxlaydi, lekin qo'ng'iroq chalganda yana 15 minut keyin uyg'onayotgan bo'lsa, soat nechida uyg'onadi deyapti. Demak, 13:20 dan boshlaymiz. 1 soat 10 minut uxlagan vaqti va yana 15 minut kechroq turgani uchun uni ham qo'shadigan bo'lsak, soat 14:45 bo'ladi. To'g'ri javob A. 7-savol. Agar hozirgi harorat 37 gradus bo'ladigan bo'lsa, har daqiqada 3 gradusga oshib boradigan bo'lsa, suv qaynashi uchun yana qancha vaqt kerak deyapti. Bilamizki, suv 100 gradusda qaynaydi, 37 gradus hozirgi o'zimizda temperatura bor, qo'shilgan 3 kare x, ya'ni x minut 3 gradusdan qo'shadigan bo'lsak, 100 gradusga teng bo'lishi kerak. X topadigan bo'lsak, bu yerda 21 minut bo'ladi. To'g'ri javob D. 8-savol. A shahardan B shaharga mashina 60 km/s tezlik bilan 2 soat masofani bosib 2 soat yurdi. B shahardan C shaharga esa 80 km/s tezlik bilan yurdi. Jami 5 soat vaqt sarflagan bo'lsa, o'rtacha tezligini topishimiz kerak. Endi mana bu yerga 2 soat vaqt sarflagan bo'lsa, bu yerda 3 soat bo'lishi kerak, chunki jami 5 soat bo'ladi. Endi o'rtacha tezlikni topishimiz uchun 2 ni 60 ga, 3 ni 80 ga ko'paytirib, jami yurgan masofasini topib olamiz. Bu 360 bo'ladi. Endi jami sarflagan vaqti 5 soat bo'ladigan bo'lsa, 360 ni 5 ga bo'lsak, 72 km/s bo'ladi. To'g'ri javob B. 9-savol. 100 dan 200 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida chapdan o'ngga va o'ngdan chapga o'qiganda bir xil bo'lmaydigan sonlar nechta deyapti. Biz dastlab o'sha chapdan o'ngga va o'ngdan chapga o'qiganda bir xil bo'ladigan sonlarni topib olamiz. Bular 101 dan boshlanadi, 191 gacha. Har bittasini teskarisiga o'qiganda ham son o'zgarmaydi. Demak, bu yerda jami 10 ta son bo'ladigan bo'lsa, 100 dan 200 gacha 101 ta son bor edi. 10 tasini o'qisa bo'lyaptimi? Demak, 101 dan 10 ni ayiramiz. 90 bittasi biz aytgan qoidaga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri javob C. 10-savol. Jami to'rxonali sonlar nechta deyilyapti? Eng kattasi 9999, eng kichkinasi 1000, ayirib 1 ni qo'shadigan bo'lsak, nechtalik kelib chiqadi? 9000 ta bo'ladi. To'g'ri javob C. 11-savol. Ushbu tenglamani yechimi dan 2 marta katta son topishimiz kerak. Demak, dastlab tenglamani yechadigan bo'lsak, x teng 10 bo'ladi. 2 marta kattalashtirishimiz uchun 10 ni 2 ga ko'paytiramiz, 20. To'g'ri javob D. 12-savol. Bizda 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar elektron soatda ko'rinadi va har bitta raqam yonish uchun ma'lum bir bo'lakchalar yonishi kerak. Eng ko'pi bilan nechta bo'lakcha yonadi, qaysi vaqtda deyiladi. Demak, biz 08 va 08 vaqtni oladigan bo'lsak, bu yerda bo'lakchalar soni jami 26 dan tashkil qilyapti. Masalan, 0 da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, 8 da esa 7 ta, jami 13 ta. Bu tomonda ham xuddi shunaqa 13 ta bo'lakcha yonyaptimi? Demak, jami 26 ta bo'ladi. To'g'ri javob D. 13-savol. 3, 4, 0, 6 raqamlardan raqamlar takrorlanmaydigan 3 xonali son tutishimiz kerak. Birinchi xonasiga 3 ta raqam qo'yamiz, chunki 0 ni qo'yish iloji yo'q. 3 ta imkoniyatimiz bor.
Ikkinchi xonasiga ham 3 ta imkoniyatimiz bor, chunki mana bu yerga qo'ygan raqamimizni bu yerga qo'ya olmaymiz, 3 ta imkoniyat. Oxirgi xonasiga 2 ta imkoniyati bo'ladi. Hammasini ko'paytiradigan bo'lsak, 18 ta bo'ladi. To'g'ri javob C. 14-savol. Agar a plus b 17 bo'ladigan bo'lsa, a kvadrat plus b kvadratning eng katta qiymatini so'rayapti. Demak, biz yo a ni yo b ni kattalashtirishimiz kerak iloji boricha. A va b natural son degani uchun a ni 17, b ni 0 deya olmaymiz. Demak, bittasini 16, bittasini 1 deydigan bo'lsak, kvadratlar yig'indisi 257 bo'ladi. To'g'ri javob D. 15-savol. A dan b gacha 7 xil yo'l bor. Borgan yo'ldan qaytib kelmaslik sharti bilan necha xil usulda borib kelsa bo'ladi deyapti. Demak, borishda 7 xil yo'l bilan borsa bo'ladi, qaytish esa 6 xil. Chunki borgandan qaytib kela olmaydi. 7 kar 6 jami 42 xil bo'ladi. To'g'ri javob A. 16-savol. Savatda 3 ta anor, 5 ta olma bor. 2 ta mevani necha xil usulda tanlasa bo'ladi? 2 ta meva degani bitta anor, bitta olmani necha xil tanlasa bo'ladi? Demak, anorni 3 ta, olmani 5 ta varianti bo'lgani uchun 3 kara 5 15 xil usulda tanlasa bo'ladi. To'g'ri javob C. 17-savol. Uch raqami qatnashmagan nechta ikki xonali son bor deyapti. Demak, birinchi xonasiga 0 va 3 dan tashqari qolgan 8 ta raqam qo'ysa bo'ladi. 8 ta imkoniyatimiz bor. Ikkinchi xonasiga esa endi 0 ni ham qo'ysa bo'ladi, lekin baribir 3 ni qo'ya olmaymiz. 10 ta emas, 9 ta imkoniyatimiz bor. 8 kara 9 72 ta sonda 3 qatnashmaydi. To'g'ri javob B. 18-savol. Agar seshanba kuni soat 19:20 bo'ladigan bo'lsa, 49 soatdan keyin qaysi kun va qaysi soat bo'ladi deyilyapti. Demak, 49 ni 24 ga bo'lsak, 2 kuni 1 soat bo'ladi. Demak, 2 kun degani seshanba 19:20 dan 2 kun hisoblaydigan bo'lsak, payshanba 19:20 bo'ladi. Yana 1 soatni qo'shadigan bo'lsak, payshanba 20:20 bo'ladi. To'g'ri javob B. 19-savol. 2 kilogramm olma 9000 so'm, 3 kilogramm nok 20000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 5 kilo olma, 6 kilo nokni jami qiymatini topishimiz kerak. Demak, 2 kilo olma 9000 bo'lsa, 1 kilosi 4500 so'm bo'ladi. 5 kilosini topish uchun 5 ni 4500 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz. 6 kilo nok so'rayapti. Demak, 3 kilosi 20000 bo'lsa, 6 kilosini topish uchun 20000 ni 2 ga ko'paytiramiz. 40000 bo'ladi. 40000 ga 22500 jami 62500 bo'ladi. To'g'ri javob A. 20-savol. Sonlar ketma-ketligi berilgan va mana shulardan nechtasi murakkab son deyilgan. Murakkab son bilamizki, ikkitadan ko'p bo'luvchisi bo'lishi kerak. Murakkab sonlar 121, 28, 14, 289 va 6 talar murakkab son bo'ladi. Demak, jami 5 ta murakkab son bor ekan. To'g'ri javob B.